Oxirgi paytlarda bizga murojaat qiladigan mijozlarimiz orasida Bog'ishamol hududida, ya'ni Bog'ishamol chorrahasi hududidan kvartira so'raydiganlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Biz aynan sizlar uchun mana shunaqa kvartiralarni topdik va obzor qilib beryapmiz. Keling, obzorimizni to'liqligicha ko'rib o'tamiz. Prixoshkamizdan mehmonxonamizga kirdik. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Chiroyli mana shunaqa atachentolardan, ta'mirdan chiqqan yumshoq mebellar qo'yilgan, televizor uchun joylar tashlab ketilgan. Gluxoy xonalarimiz umuman yo'q. Yonimizdagi xona marhamat, ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Marhamat, bemalol bolalar uchun yoki o'zingiz uchun yotoqxona sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Katta panoramli oynalarga ega. Kvartiramiz to'liqligicha cho'pli pol isitish tizimida isitiladi. 92 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu kvartiramiz 9 qavatli domning 5-qavatida joylashgan. Marhamat, bu kvartiramizning asosiy yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin, mebellashtirilgan, shkaflar, oynalar hammasi qo'yib o'tilgan. Liftimiz bor, kadastrimiz bor, hujjatlari hammasi joyida. Keling, oshxonamizni ham ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz ham yorug', keng, shinamgina bo'lyapti. Bemalol 4 kishilik stol qo'ysangiz bo'ladi. Rabochiy zonalarimiz, kerakli barcha bitovoy texnikalar qo'yilgan. Kommunikatsiya jihatdan juda ham qulay joyda. Gaz, svet, suvlardan umuman muammo bo'lmaydi. Umumiy sanuzlimizni ko'rishingiz mumkin. 105 ming deb so'rayaptilar ushbu kvartiramizni. Marhamat, prixoshkamizga e'tibor beramiz. Kirib kelishimiz, chiroyli prixoshka mebellar qilingan, baland, bemalol narsalaringizni qo'yishingizga muammo bo'lmaydi. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling.